أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب المعدن. Madan Allah Taala ziminning ichida yaratib etgan, lekin ziminning jinsidan bo'lmagan modda. Masalan, oltin, kumush, temir, qo'g'ishon, bunday narsalar. Madan mo zakat qiladigan boyliqlardir. Qala muslimun aw dhimmiyun وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج فخمسه فيء والباقي له. Müslüman bilan kafirni ayırmadı. Müslüman bo'lsin, şu İslam devletidagi ahli zimma kafirlardan bo'lib qolsin, o'shir zamin olsun, xaraj zamin olsun, bunun farqi yo'q. Aşında bir madan kan baylıklarını tepib olsa, bunun 5'ten birisi 20% fey. Kalan 80% erbatul ahmas tepib olgan kişiye ganimet. Muslimun ev zimmiyun vecede ma'dine zehebin. Altın tapsın şu kandan, ya ki kumush, ya ki temir, ya ki rasas diyen qo'g'ishon, ev nuhas diyen tosh, mes diyendek narsalar. Bu bir misal tariqasida atab qo'ydi. Undan boshqa chiq narsalar bor. Fi ardi ashrin ev kharajin. O'shir zamin olsun, xaraj zamin olsun. Fa khumusuhu fay'un. 20% fay. Yani fay deyishda bu yerda bu zakat sarf qilinadigan joylari sarf qilinmaydi. Maliya ministrligining shu fay bo'limiga qo'yib demak. Yani zakatni olgan molni zakat idorasi qo'ymas. Zakat idorasi uni necha bo'lib o'tdi? Oltin, kumushning, tovarning, charmollining, ziroatning, yana biznesda. Ammo bu fay. Fay degan kafirlar urushmaylar olgan narsa fay bo'ldi. Ma'mo fay savdodir. Sarf qilinishda fay nimaga sarf qilinsa, shunda sarf qilindi. Fay degan qaytishgan bo'lgan. Fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Kafirlarning qo'ldan musulmonlarning qo'liga qaytgan mal-mulk degan fay. Bu urush qilmay, shunda qaytib qolsa fay bo'ldi. Urush qilmaydan taslim bo'liblamamana ala degan musham bo'lsa fay bo'ldi. Lekin urush qilib olgan bo'lsa g'anim bo'ldi. Yani ijafi xaylin degan bu achchab turib, urushib, andasa o'ljib g'anima. Lekin urush bo'lmay, shani olaman desa bo'ldi deb taslim bo'lib chiqsa bu fay bo'ldi. Mushu zimindan tepib olgan kan bayliqlarimi fay demak chiqadi. Nima uchun? Musulmonlar qo'lda bir zimin yo'qdi. Keyin futuhat qildi, undan ziminlarga ega bo'ldi. Xuddi bu kafirlarning qo'ldan bizga o'lja, urush kuch sarf qilmaylar, o'lja tushgan narsalar demakchi. Wal baqi lahu 80% al-arba'atul akhmas tebog'an kishiga. Ham tebog'an kishi musulmon bo'lsin, zimmi bo'lsin dedi. Shu zimmi mo islom diyorida bir fuqaro sifatida biz uni omonlik qilib, lahum malana deb e'tirof qilgan bir fuqaro bo'lsa, ash tebog'asini bizga o'xshash muomala qildi ekanmiz bu masalada. Qala sallallohu alayhi vasallam va fir rakazul khums. Rakaz degan so'z ziminda muqim turgan narsa degan ma'noda. Madanmo rakazninki bir turi. Ya ko'mib qo'yilgan boyliqlarmi kanzli bo'lsa, bu rakaz bo'ldi. Madan bo'lib qolsa-mu, bu rakaz bo'ldi. Mush rakaz boyliqida 20% kildi demakchi. والركاز يتناول الكنز والمعدن. ركاز degan so'z kanzlimi, ya'ni inson ko'mib qo'ygan mol dunyo, ma'din Alloh taolo shu zaminning teri yaratib etgan mol dunyo bo'lsin, har ikkisini o'z ichiga oldi. Ma'dindagi adan deganmi muqim turishni bildirgan so'z. Jannat adnin. لأن الركاز
ibaratun amma g'uyyiba fil ardi va ukhfiya fiha. Rakaz degan zaminning ichida ko'z ko'rmaydigan shaklda o'rinlashtirilgan narsa. Va annahu mavjudun fil kanz wal ma'din. Bu mazmun kanzdimi va ma'dindimi bor. Kanz deganmi shu, ya'ni asli ko'mak qo'ygan boylik. Ma'dinmi Alloh taolo shu yerning asliga yaratgan boylik. Va li annaha kanat fi aydil kuffar. Nima uchun foyda bunda muomala qilamiz bunga yoki buni sarf qilgan o'rinni say o'rinlari deb qaraymiz desa, chunki mushziminlar, mushbayliqlar kofirlarning qo'lida va qad g'alabna alayha. Biz kofirlarning ustidan g'olib kelib, ularning qo'ldan tortib oldik. Fatakunu g'animatan va fiha al-khums. Undan keyin bu g'animat o'lja hisob bo'ldi. Buningda 5dan biri keldi. Yani nefer, gaz, kaç taşınma, mühündadı da olmasın. Yok. Bunu setip kalsa, satqandayken altın, gümüş, pul şekilde yanında zapas saklanıp turgan pul olsa, bir yıl ölse, onu keşke yapırsın. Bu al-Humus ayette şuna belgiliyordu. Ama ma fa'allahu ala rasuli min ahlil Kur'an felillahi ve rasuli ve lidil kurba ve letama ve mesakin ve ibn sebil gelmiş ayet. وَالْوَاجِدُ كَالْغَانِمِ Şu kan baylıklarını tepip algan kişi canda olacağın kişidek şunu tepip algan kişi xuddi canda olacağın kişiye okşaş. Olacağın kişi 80% alıtığı وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Yani Allah ve Resulü 5'ten birini aldım. Onun için 5'ten 4 kısmını şu mücahit alıttı. Felahul erba'atul akhmas. Bundan keyin aş tebağın kişiye ganimet algan mücahit okşaşlam 5'ten 4 ülüşü tigidi. Li adamil muzahim. Bu yerda başka talışıdığan, bunun ile hakkın batı dediğan yani birisi bulmalıqda. قال وإن وجده في داره فلا شيء فيه. Özünün uyida yoki o'ylisida, özünün qo'rusining ichida, uyining ishida tepilib qolsa, hammasi o'zidan olib ketadi. 5dan 1 deb ayirmaydi. Li'annahu malakaha bi jami'i ajza'iha. Chunki shu uy tigi bilan shuningti. Wal ma'dinu min ajza'iha. Ma'dan mo shu uyning ostki zaminning bir qismi. Ve kederke de vecedehu fi ardi. Şundaqla özgü tava zimində tepvasına oxşar şeydi. Bu ardi deganimda bağ bostanları, terilg'i yerlari, özünün mülki aslidagi ba'zi yer bo'lib qolsa zimin, shuningda tepib qolsa o'zining bo'lib ketadi deydi. Ve zakara fil jami' as-saghir yajibu fil ardi duna ad-dar. Zahir va'diki qarash chiqib qoldi. Jami sag'irda kelgan qarash o'xshash chiqmay qoldi. Majbur qilsa bu zahir rivoya boshqa kitoblarda kelgan. Masalan al-asl deymiz yoki Jamal Kabirda kelgan qarash, va jami sag'irda uyda tepilib qolsa xumus, yani 20% to'lamaydi. Ziminida tepilib qolsa 20% to'laydi deb boshqasiroq keldi. Hem bu ikisinin farkı nima? Ennad dara malakaha bila ma'unatin asla. Bu uy o'zining qo'lda, o'zining mulki. Buning boy to'laydigan, o'shir to'laydigan gap yo'q, shunami? Yani tegidan buning unda chiqimi yo'q, to'limi yo'q bir mulk bu. O'shir to'lamaydi, xaraj to'lamaydi, zakat to'lamaydigan. Wal ardu yajibu fiha al-ushr wal kharaj. Zimin bo'lib qolsa, bunda ya o'shir to'laydi, ya xaraj to'laydi. Falam takhlu anil mu'an. Chiqimdan xoli emas. Undan ekan ziminida tepilib qolsa, bu chiqim to'laydigan bir zimin bo'lgan ekan 5dan 1ni to'laysiz deydi. Fayajibu fil ma'din ayda. Undan ekan buning ziraat nimasi o'shirishni to'laydigan, ziraat to'lamasi xarajni to'laydigan bo'lgan ekan ma'din ya rakaz tepasimi ashuna chiqimi bor bo'ladi. O'xshashlar demak. Yani qiyos qilyapti hozir. Yani o'shirlan xaraj ma'dan boyliqlarning 5dan 1ni to'lashni to'sab qolmaydi demak.
Mesela ziraat kirayotgan bir zimin bo'lsa, o'simning 10dan birini to'latadi. Shu orliqda shuning tigidillan bir kanbayliklar tepilib qolsa, ziraat nimasini to'laydigan bo'lgan ekan, buning 5dan birini to'laydi. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجب في الدار والأرض. Abu Yusuf bilan Muhammad uyida ya qurusida yoki ziminda qazib shunga tavalan zimin bo'ldi ekan, shundan madan chiqib qolsa, rakaz chiqib qolsa 20% to'laydi. Chunki hadisda mutlaq shunda bayon qilgan. Va fir rakazil xumus. Rakaz bilan bo'ldi ekan 20% dedi. Bunda ya uyida tepilib qolsa to'lamaydi. Zimin tepilib qolsa to'laydi, buni ayrıg'ash yo'q. Va javobuhu ma qulna. Abu Yusuf bilan Muhammadning uy bilan ziminimiz o'xshash degan qarashga qarata bizning javobimiz yuqorida degandek li'annahu malakaha bi jami'i ajza'iha wal ma'din min ajza'iha. Va huwa deganimda hadisning akagan dalilga qarata hadisning lafzi mutlaq keldi va fir rakazil xumus deb keldi deganga qarata bizning javobimiz huwa mahmulun ala g'ayri mulki. Bu o'zining mulkida emas, boshqa bir ziminda tepilib qolsa degan gap bo'ldi. O'zining ziminda tepilib qolsa, o'zining ziminda bir bosh to'laydigan, o'shir to'laydigan bo'lmagan ekan, uni kelmaydi demoqchi. O'zining zimini degan emas, terg'u yeri, bog', bo'ston yerlari demoqchi. Va fir rakazil xumus degan mushaddiske mutlaq ar-rakaz degan so'z ar-rakaz al-mavjud fi g'ayri mulki degan bo'ldi. Igisi yo'q bir cho'l bayonlardan tepildi. Shuningda deganni ko'rish mumkin deydi. Hozir Hanafiy mazhabiningki ishida ikki qarash bo'ldi. Birisi o'zining zimini bilan uyi hammasi o'xshash. Ya'ni o'zining uyida tepib olsin, o'ziga tava ziminda tepib olsin, 20% kelmaydi degan qarash. Yana bir qarash jamoat sag'irga kelgan zimin olib qolsa keldi degan qarash. Endi Abu Yusuf bilan Muhammad degan qarash hozir 3-qarash keldi. 3-qarash. Birincisi zahir rivoya ishga kelmaydi. Jami sag'irninki yoq ziminda keldi, uyda kelmaydi ma'qul. 3-si ishkilisi keldi. Ishkilisi keldi deganga bular hadisning lafzi mutlaq ekan. Buning o'zining uyida, ziminida, boshqa odamning ziminida deb bunda ayirish yo'q-ku. Nada topasa keldi dedi. Men bu hadisdan istidlol qarta javobimiz va huwa mahmulun ala g'ayri mulki. Abu Yusuf bilan Muhammad o'zining uyida toppasin, ziminda toppasin keldi dedi. Biz yo'q dedik. Yo'q desek hadisning mana va firrakazul xumstil bo'ldi. O'zining zimini, boshqa odamning zimini yoki o'zining uyi deb ayırdimi? Desa, uni nima javob berdi? Bu hadisga firrakaz degan so'z ar-rakaz al-mavjud fi ard ghayr mamluk li ahad. Bir kimning ilkida bo'lmagan, zimini tepib olgan deb bunda tushunamiz. O'zining ziminidagisi g'ayr murad deymiz demoqchi. Men bilan xas qildik demoqchimi? Ben xas qilgan narsa balki ash mulki degan narsadan tushunilgan. Mushu uy, zimin kimning mulki? Falanaqning. Bundan bu mulk tigi bilan o'zining bu. Tigi bilan o'zining olgan ekan, buning ishidan nima chiqsa o'zining mulki degan bir mazmun bo'lishi mumkin. Shu mazmun bilan xaslashtiradi. Xuddi masalan shu ziminning to'pisi masalan. Shu uyning to'pisini ko'lab, bir mashina to'pini chiqarib o'tib akkasi bo'ldi-ku, shuni o'xshash deb qaragan bo'lish mumkin. Yo'q, bunga tepsi bilan xumus ayrimaydi deydi. Ha? Uyda bo'lgan tepsi bilan xumus ayrimadi. Endi bu hisob shuna qo'lga kelgandan keyin 1 yil o'tsa, andan uni havl nima bo'lganki, andan 2,5% ayri deb u boshiga. Hozir biz tepilish-shirillam shu gachchi shu chaqda 20% ayri tamdo demaslar. O'zining mulkida bo'lsa ayrimaydi dedi. Ya'ni bu vaziyatning qarashasi shu mu'tamad qarashi shu matnul muxtardagi o'zining uyi bo'lsin, o'ziga tava zimin bo'lsin,
tepilishlar 20% ayırmaydı. Qala ve in vajadahu harbiyyun fi daril islami fahuwa fay'un. Endi bizlar İslam devletiga kirgan urush holatidagi davlatlarning fuqarosi bo'lamdi yoki faqat ahdi paymon to'xtam qilishmagan urush holati emas, to'xtam holati emas. Bunda davlatdan bir kafir 15 kunlik vizitdan kirib islom zaminida bir kan boyligini topilib qolsa, unga hech nima bermaymiz. Tepalgan baylık namısı feyisa'dır. Müslümanın olcisi hesaplandı. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَائِمِ. Çünkü o ganimet olcu aldığın kişilerden emez. İslam bir yerde yaşaydığın ehli zimmegenim için makulluğunu vermez. Bu kafir olacak. Bu multazim bir ahkam-ı İslam. İslam kanunu boysunup Müslümanın ki halifsinin taati kirgendiken ve tölem tölgendiken lahum malina aleyhim aleyhinde muamele işlerde biz okşaş muamele kılımız, ayırmayımız, Kur'an'ın oturda digendek mızdım. Qala ve men vecede kenzen fihi alamatul muslimin. Bir yan kola, bir yaldın bir baylık tep oldu. Yani kümelgen bir baylık bu. Kenziyani köpünce şu cahiliyet vaktlarda kömep olgan narsa. Bizning jutda mesela Budda diniga e'tiqod qilgan chaqlardan tortib ko'mib o'tgan shunda oltin va kaza qabra shunday narsa. Endi bu kenzda 5dan 1ni to'laydi buning ittifoq. Ammo shu kenzga qaraymiz endi. Musulmonlar yangi masalan ziminligi yo'g'on nima qilgan chaqda ko'lab topgan shunda ko'milib qolgan boyliqlar ko'pincha kafirning o'ldi. Lekin hozir musulmonlar shu islom diyorida ming'ilda ortiq yashab, ulumi mol ko'mib qo'yib kengkili tepildiga ish bo'lgan ekan, biz unda tepilgan boyliqqa qaraymiz deydi. Bu tepilgan boyliqda musulmonning belgisi bo'lib qolsa, بإن كان في مصحف مثلا بالقرآن çıktı أو كان عليه مكتوبا كلمة الشهادة يزلغن بلابتو أو اسم ملك من ملوك الإسلام Müslüman padişahının birisinin ismi yazılıptı فهو لقطة bu tepelingen mal dünya isabet buldu. Bu kitab-ı Luqata'da bayan kılındığı ahkamları. لِعِلْمِنَا أَنَّهُ مِنْ وَدَ الْمُسْلِمِينَ. Çünkü biz şu belgilere karab bunu Müslümanlar kömep koyaptıken de bilemezdik. فَلَا يَكُنُ غَنِيمَةً. Bundan iken bu ganimet olacağı bulmaydı. 5'ten 1'ine ayrıldığın işmi yok. 5'ten 4 kısmını kaçıda ile olduğu işmi yok. Bunun ilgisini izleyemez. قَالَ وَاِنْ كَانَ ف۪يهِ عَلَامَةُ الشِّرْكِ. Müşriklerin, kafirlerin belgileri olup kalsa tepelenilen aşbaylıkta kes salibi, kres belgisi ve sanam, but ve nahvihime fehuve min malil müşrikin. Yani bu müşriklerin mal dünyası iken bizim kolumuz uçtu, ondan iken feyekunu ganimeten bizge olcu buldu deyimiz. Fefihil humus. Ondan iken bunun 20%'ni töleyimiz. Vel baqi lil vacid. 80%'te tepevağı uçuğa buludu. وَمَا لَا عَلَامَةَ ف۪يهِ fakat hiç kanda belgi yok. Ya Müslümanın belgisi yok ya kafirinin belgisi yok. Bunda bir baylık lapkası yok. Khammayı kalsa. Qila bir karışta huwa luqatatun li taqadumul ahd. Bu tepelengan. Yani Müslümanlarınki mal mülki. Biz bunu tepe olduk da parayımız. Çünkü 300 yıl oldu. İslam diyarda Müslümanlar yaşayıp mal dünyanın kömep koyup neçe esir ötekliğe ahval buldu deydi. فَالظَّاهِرْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا دَفَنَهُ الْكُفَّارِ. Bunda karısak eniq çıkıp durdu ki 1300 yıl boğanlayken kafirler kömep koygan mal dünyadan asas bir narsa kalmadı. Hemen Müslümanlar tepip hep buldu. Hem de hazır pişirgini Müslümanların kömgen malları iken de pişirmemiz yaptı. Bir karaş. وقيل حكمه حكم أموال الجاهلية. Bunun hükmü cahiliyet mal mülkidek yani kafirler kömep koygan mal mülkidek buldu. لأن الكنوز غالبا من الكفرة. Çünkü bu kömülüp dağılan dünyanın köpüncesi kafirler tarafından kömülgen buldu. وهذا كله إذا وجده في فلاة غير مملوك. Bu juqurq ahkamlarının ise ilgisi yok bir zamanda tepelip qarşında deydi. Yani ilgisi var bir zamanda başkalar tepevasıyor denge undikildi. Falat çöl bayavan. Qala fe in vecede fi dar raculin
malan madfunan min amwalil jahiliyati. Yani bir kişinin ziminida, oilasida, qurusida, uyda, ziminida jahiliyat vaqtidan tatib ko'milib qolgan aynan mol dunyoni tushirib qolsa, kanz uchratsa, fa huwa liman kanat ad-daru lahu. U ash bayliq uyning egasi kim bo'lsa, shuning uyning egasini. Wa huwa al-mukhtatt alladhi khattaha lahu al-imam 'inda al-fath. Yani bu uyning egasi kimda? Shu zimin musulmonning qo'liga tushgan chaqda, shu chaqdagi qo'mondan yoki islom xalifasi shu joyni kimga bo'lib bergan bo'lsa, uylik zimin qilib bo'lib bergan bo'lsa, shu kishining bu deydi. Xattadagi aslida sizg'anni ko'rsatdi-ku. Shunday zimin bo'lsa, bir yerni sizib, mana siz uy silib o'tirang, ya'ni bir yerni sizib, mana siz uy silib o'tirang deb shuni pishib bergan ziminim. Kimga pishib berilgan bo'lsa, musulmonning qo'liga tushgan chaqda shu kishining buldi deydi. Nima diqqat qilinglar. İslam futuhat bo'lgan chaqda kimning qo'liga tushgan bo'lsa shuni bo'ldi ekan. Hozirgi egasi emas. Wa qala Abu Yusuf rahimahulloh huwa lil wajidi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh kim tepib olsa shuni buldi. Wa fihi al-khums qiyasan ala al-mawjud fi al-mafaza. Chol bayag'larda tepib olgan narsaga o'xshashlam 20% to'laydi tepib olg'ichi. Qolgan 80%ni tepib olgan kishi o'zi xajlaydi demakchi. Nima uchun? Li'annahu huvallazi azharahu va hazahu. Chunki buni tapqadan ziminning tigidan ustiga chiqargan odam shu. Va hazahu qo'l ilkiga kirgizgan, qo'lga kirgizgan odam shu. Va lam yumallikul imam. Va lam yumallikul imam degani ashi bayliqni ash zimin musulmonning qo'liga tushgan chaqda uylik yer qilib taqsim qilib bergan chaqda aşı qo'mondan imam ya davlat raisi uylik mulk bergan kishiga aşı ostidagi boyliqni bilib berayotmagan uni. Ziminni o'ysilib o'tadi bergan, lekin tiyidagi boyliqni, bundan tiyidagi boyliqni sinov deb bergan yo'q deydi. Valam yumallik al-kanz lil-mukhtat demakchi. Li'annahu law mallakahu al-kanza ma'al ardi, chunki o ziminni bir-birib ziminning ichidagi dapi dunyoni bu sining deb berib qolsa, bu adolat bo'lmaydi deydi. Abu Yusufningki ko'z qarashi. Valahuma lit-tarafayn ashu ayni nazar hisob qilgan qarash shu. Bunun dalili annal muhtatta lahu milkul ardi bil hiyaza. Ay dastlab uylik mulk qilib topshirib olgan kishi bu ay zimin qo'lga o'tgandan keyin shu ziminga ega bo'ldi deydi. Hiyaza qo'lga tushdi. Qo'lga tushgandan keyin ziminga ega bo'ldi. Fayamliku zahiraha va batinaha. Bu ziminga ega bo'lgan odam ziminning ustidagi to'pa tash yig'ilga ega bo'lgandek, ustiga uysilib o'tirishga ega bo'lgandek, ziminning ostidagi bayli bo'landi, qum bo'landi, hammaga ega bo'ldi deydi. Val mushtari malakaha bil aqd. Setib olgan kishi masalan shu dastlabda masalan xotanni fath qilgan chog'da Bug'roxon ya Musa Qidirxondan do'ga uyni bo'g'isdan bir bo'g'is bo'lib bergan bo'lsa, endi bu kelib necha odamning qo'lini qo'yib bandan bir tag'isi setib bunda qilib ba'zi so'z setib bilan boshqa bir qo'lga yetkazgan bo'lsa demakchi. Bu setib olgan kishi mush ziminni so'z setib bilan qo'lga chigizdi. Setib olgan bo'lgan ekan qo'l ilkiga tushdi. Hem setib olgan kishi ash burunqi egizga o'xshash ziminning ustine va ziminning ostiga bayliqqa hammaga ega bo'ladi yoki ziminning ustiga ham ega bo'ladi. Ziminning ustiga ham ega bo'ladi deydi. Setib olgan kishi. Fayamliku zahira dunal batin. Lekin asli imom uylik mulk taqsim qilib shu ziminni bergan kishi ham zohirini ham botinni hammaga ega bo'lgan deydi. فبقي الكنز على ملك صاحب الخطة. Bundan kim zimin azib so'zat orqali qo'ldan qo'lga o'tib boshqa bir odamning qo'liga o'tib mulk bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin zimin ostidagi bayliq kimdan?
nechinchi shu bo'lib berilgan kishining deydi. Masalan, bir aylam beliq tutdi deydi. To'ni sapda beliq tushdi. Tushgandan bu beliqning ichida shu bir qimmat go'har bor ekan. Bu odam shu beliqni shundan ochib sotdi. Sotgandan keyin bu beliqni olgan kishi uyga chirplab shunda yasa, shunda olmasdan bir chiqdi. 1 milyonlik olmas. Lekin bu olmas kimning oldu? Beliqchining oldu. Ag'adan olmaydi deydi. Bu beliqni olgan ichiga olmasdan bo'lgan. Shunga o'xshash ziminni sotib olganmi? Ziminning ustini olgan hisobda. Yoki ziminni oldi, lekin uning ichida boylik bunga kirmaydi. Shu ziminni setilib qo'l ilki tushgandan bizlar chekmaydi degan gap shu. Mujahid rivoyatga musho tarafayningki qarashi Hanifi mazhab i'timod qilgan qarashi shu. Va amma qawluhu, yani qawlu Abi Yusuf, law mallakahu lam yakun adlan. Dastlab uylik yer qilib taqsim qilib bergan chaqda bu ziminning ichidagi boyliqmi sizningki deb berib o'tib qolsa adolat bo'lmaydi bu dedi Abu Yusuf. Buning qarta javobimiz qulna va ma'murun bil adli bi hasab at-taqa. Bu qo'mondan, u Fatih ya podshoh u kishining yetishicha adolat bilan taqsim qilib berishga kirishdi. U ishida boyliq bor, boyliq yo'q deb buni nim biladi. Hammaga tan taqsim qilib bergandek qiladi. Bo'ldi, uning adolat qilmadan ularga demaymiz uni. Va ma wara'a zalik, yer ostidagi boylik va u hukmaydigan boyliqlar g'ayru dakhilin fi wus'i. Uning qo'l ilkida emas. Va illam yujadul muxtattu asla shu zimin ay 1000 yil burun zimin qo'liga tekkan shu kishi yo'q bo'lsa, yo'q ham albatta. Chunki necha surat o'tganmi? Yo'q. Degan buni bunda farz qilgan bo'ldi masalan. Hozir musulmonlar masalan Konstantiniya Istanbulni fath qilgandek, yana bir jangchilik qiliblam Italiyaning Vienani fath qilsa, fath qiladigan o'sha disida keldi. Rumiya fath qilsa, fath qilgan Rumiyaning Vatikanni bir bo'lib berdi, yana bir bo'lib bunda bo'lib bersa, ondan o Vatikan bo'lib berilgan musulmonning zaminidan bir narsa chiqib qolsa, shu muxtatlar bor. Bu mumkin ish. Musulmonlarning 1000 yildan tartib qo'l ilkida bo'lgan zaminlarda uning asli muxtatlahu, yoki al-muxtat yo'q. Asliga bo'lmaganligi qanday qilamiz? Talivaratatihi, uning mirosxo'rlari. Bu balki arab diyorlarda ma'lum bo'lishi mumkin, chunki bu nasabni unda saqlab keladi. Bizda bilmaymiz, uzun muddat o'tib ketsa bilmaymiz. Talivaratatihi va warathatihi hakada. Ya'ni shuni avlodidan kim qolgan bo'lsa, shuni oldi demoqchi. Fa illam yu'raful muxtattu, am shu chaqda, shu fath qilingan chaqda shu zimin kimga bo'lib berilgan bo'lg'iydi, buni bilmay qolsa, hozir bilmaymiz endi. Fali aqsa malikin yu'rafu laha. Oxirgi biladigan kishi berib to'xtaymiz deydi. Buni balki ham hozir shu ziminni sotib olgan bo'lsin, shu kishining mulki bo'lgan ekan, osh kishiga desakmi bo'ldi. Aşınğa bilib berilgan niyat. Ama yazıldımı aşında David'in öylük ya, nime ya deb birdi o, bağlık ya deb. Aşınğa okşaşın. Biraz kim o yani aşında, sen bana öyselep, bağselep, ottağın yanında gülep baganda gelip buluşun. Anda mücahidlik bagan çağda ama şu zamanla öyselep ottağı. Ya ki eğil kılamsa, ya ki kırılgıya kılamsa, faydalanıp tasım bagan buluşun. Endi hozir sharoitda biz o zamanni istiqbol olgan kimga bo'lib berganini uqmaymiz endi. Tushunamizmi? Muallimga shu setib olgan shu kim egisi shu zamandan desa, shu osi bo'ldi. Masalan, shu zamandan chiqqan to'paq, qumni ko'lib, bir mashina qum to'pini ko'lab boshqa yerga chiqib setib o'tamdi yo ish yasamdi, shuning haqiqati-ku. Shu qumning o'rnida go'har boyliqlar chiqib qolsa-mu, shu odam foyda. Hali qumni boyliq hozir. Nisab bekitmaymi? Endi mazhabda nisab bekitadi. Ba'zi mazhabda bekitmaydi. Nisab bekitmaymiz deb chiqadi. Nisab bekitish shu muvofiq.
Shuning uchun nisob yetmagan narsa u cho'ng bir boylik deb qaralmaydi. O'zidan Hanifi mazhabda zakat va shunga o'xshashlarda qimmatini basin bo'ldi degan qarash bor. Lekin qimmatini berishimiz-mi mumkin Hanifi mazhab bo'yicha. Masalan, qimmatini 5dan 1ni. Bu ba'zi masalan bittash chiqib qoldi. 1 millionlik. Buni cho'qib basinaga qo'ydi. Bu nimasi qimmat yo'qolib ketdi, undan shu puldan birdan. Nisab oltin kumushdan nisabi 85 gram oltin nisabi. Shu rajih qarash shu. Shu ma'dindimi nisab kuchga ega. Ana nisab belgilangancha oltin kumushni hisob qilgan rajih qarashda. Masalan, to'g'rilantirga ketgan chiqimlarni chiqarib Hemen çıkartıp sap kirimge 20%. 25 ming ko'rsa, ondan 20%. Yani burun qavaqida bu kanz, bu ma'danlar jiq kuch sarf qilmay, chiqim qilmay, shunda biza eshitib qolsin, ko'lab qachdi oldigan manda bir narsalikda. Endi hozir buni nurg'un chiqimni qilib, ko'lab, hatto nepitdek bunda ba'zi narsani qilishni zavqli narsani qilib ondan oldigan narsa. Davlatga chiqimni hisoblaymiz. Qala babu masarifiz zakat. Zakat qaysi o'rinlar sarf qilindi? Zakatni beradigan joylar. وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Baş ayette 8 orunni belgilab Allah. Surat Tevbe 60. ayet bu. Ayetning sebebi Rasulullah sallallohu alayhi vasallam zakatni joyiga kelgan bo'yicha taqsim qilib berayotgandan keyin ba'zi munofiq, nadon, ko'ngil odamlar bu bizga nishib bermaysa, ana ba'dan mana degandek e'tiroz nima bunda tanga gapni, yapti gapni qildi. Va minhum may yunzika fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Shama Faşından qilgandikan ondan Allah Taala zakat degan ma o'rinlar birdigan narsa. Rasululloh o'zining xohish bo'yicha xohlagan yoki bir qolgan bunda qilmaydi deb narsalar olgan bu. Bundan keyin shu zakat beriladigan joyini Allah Taala podshohligiga, xalifaligiga, hokimligiga xohlagancha taqsim qilganda tashlab qo'ymay, o'zi belgilayotgan. Uni unda medilat qilmaydi. Mavam demek mühim nokta bu. Hem bir yerde zekat ne çıktı? Ma ticaretçilimi dedi o, pul tepiştigen var, madem tapıdı. Lekin pulni joyi haydayalgan nocheri. Joyiga haydash meselesi. Zakatni to'plab keyin uni yo'q chechasi bo'lmaydi. Bunda joyiga yetkazish meselesi bek muhim. Çünkü Allah Teala şu 8 o'rinni shundan bekitib qo'yib, mushahidaysa deb bekitib qo'ydi. Sanat ilgirki padişahlık qanday qildi shu boychilik shunday narsani yig'ib, o'zini qasr yasamdi, o'zining shu turmushi rahat-farogat uchun xajoldi. Uni kambag'alligiga yana birisiga undan qilgan. Askarlik haydash mumkin. Lekin unda bechoraga berdigan ish yo'qdi. Yani şu İslam'daki zakat tüzümü biz yukarıda bayan qilgandek bu baylıqni musadir qilib kambag'al berilgan kommunistlik emas. Ya kapitalistlik baylar ketaverib kambag'al bo'lib yanchilib tugaydigan emas. Bayninki ortiq ilvatsekmi uning bayliqni ta'sir etmaydigan rahat-farogat ta'sir etmaydigan qismini elib kambag'alning hayotini to'zg'an va turmushini shunday qiyinchilikdan xalos qiladigan bir ishlatish orqali jamiyatni eng tuvan bir farovonlik holatiga yetkazib qo'ygan ekan. Buni kommunistmi, kapitalistmi, yana bizning hozirgi demokrat davlatni hech qaysi vujudga chiqarmagan bir qiyin masala bu. Islom buni hal qilgan.
Muş ayette 8'ni sanıdı şun ama qala illal muallaqata qulubuhum faqatlam 8'nin içinden birisi çıkıp gidiyor azdır deydi. Yani 7'ye kalıdı bu demek yani bilmezler. Bu çıkıdığını al muallaqata qulubuhum yani kalbini İslam'a mail kılış için zekat verdiğin kişiler. Ama muallaqata qulubuhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kılamasdı. Bunun için de özü kafir. Lekin şu obdan pulunu versek bununki Müslüman bulup kılışı mümkün. Bunda kişiler mesela Safvan ibn Umayya degandek adamlar Gazvete Hunayn'ga qatnashgan özü kafir. Yana bir türü ziyankeşlikten sakıngan ve yendiki özünün kavmi aşireti cemaatinin kim ziyankeşlikten sakıngan kişiler. Eski adamlar olup kalsa mağul bizde ziyankeşlik kılmışsın, İslamiyet'e zahirhandilik kılmışsın desek azrak bulurup bunu ziyankeşlikten sakıngan kişiler. Mesela bazı şairler olduğu Müslümanın hecbini kıldıgan, Müslümanın söküdügan mesela. Yani bazıda yeniden Müslüman boğan, yeniden Müslüman bulup İslam kalbide obdan ornamagan da lanışıp durgan kişiler. Yani bunu birip takımı müstehkemleştirmez. Bu yeni Müslüman boğanlar intihar mühim. Ne için? Yeni Müslüman boğanlıklar bunun ailesi, uruk tutkalları, kavmi cemaati hepimiz karıştırdı. Mesela Mısır'da Hristiyanların birisi Müslüman bulup kalsın. Bunun bütün uruk tutkalları, ata-anası, akılları, hatta bütün ağıyna, kavmi cemaati hepsi bunu taşırdı. Bunda ahval soraydıgan, ya yoklaydıgan, ya ki turmuş kıyınlıklar kavaldıgan da uruk tutkançılığında bütün vazgeçildi. Bu yalğın mündar kapılandı. Bundan ki bununla yarılık olduğun iktisadi kapalat buluşu lazım. Yani Avrupa'da şunda bir İngiliz mesela Müslüman bulup kalsın, bunun tukallarını taşırtı da götürmüş. Bir insaflıkları çıkartığına normal muamele bulunmasa, asasen onu yetim kaldırırdı onun gibi. Bundan ki biz bununla şu zekatın bir iş arkalık bunu İslamiyet'te sabah duruşta rağbetlendirmez. Yani bazı Müslümanların da çoğunları var. Bir kabile başta, tarikatının başta deyimiz aşında bir çoğunları olup kalsa, bunu bassak, kafirden aşınga okşaş yanında bir çoğunluğu olup kalsa, bunu kızıtıp Müslüman buludu. Şuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazetede bizim binas bahsler de kelgen aşında çoğun kabile başlıkları olup kalsa, muşu cılgıdaki muş koyunu Allah ediplendirir. Yani biz size yüzüge, bunda bayanıken bu da nüme edip özge işenmeyi, ona mu şumu bırakıp berek, bu Muhammed namratlıktan ensirmeydiğen, fakat kokap kalmaydiğen adamdek birdiken bu. Da bunu ki bütün kavme, başka kabile başlıkların ulun Müslüman bulap, Müslüman bundan öpüyor. Peki ensarlığa beğengen ama ensarlığı varken için bunun imanı müstehkem. O pul, mal, bağımsın nokmaydı. Şu an ensarlığa bazı yaşlı adamları azrar gepsiz kıygan çağda bu cihadını biz kıysak hem de sepimiz katılığalla yüzde milyonla bazı bunda 40 aytamda olayını aşırınıcıya bu sınırın kıygan geponun ne mi gel? Ama insanlar mal dünyanın mansas ve Resulullah'dan kayışını kalmamışlar da onun konunu ağır. Yani bu hakika ve iman müstehkem olan kişiler mevzuna biranlı bağımında onunla münasebesiz. İslam'da yeni kıdaş yok. Lanışıklar adamlar yeni kıdaş mümkün. Ganimet ayeti düştü. Ya ganimet ayeti düşkenden keyin iş bu. Bu nima nakal deymiz. Yani imamninki aslında bir yutilgan hukuk oldu. Hem bunu humus dairesinden belgen buluşu mümkün. Yani mücahidinki nesibisine emas. Peki mücahidin nesibisine özünün ruhsat sürab, Havazin kabilesi 18 gün saklavar Resulullah ama Havazin kabilesi bizning qaytirib baslar, bergan bo'lsa kelgan chaqda men 18 gün sakladım. Taqsim qilmay turib, kelib qolsanglar bir oyda. Taqsim qilib qo'ygan ketsa, men o'zimning mana tekkinni qaytirib beray, qolgan mücahidlar hammadan o'zi erkin xolis qaytib bergan hamma mujohidlar qaytib bergan. Yani o mücadele taslim qilgan ayrim. Ma'vo shu musulmonlarning qo'mondoni o'zi xohlagancha shunda berib taqsim qiladigan doiradagi mol-mulk.
Kabir muqaddas. Safvan ibn Umayya shu joyda kabirda qatnashgan. Shuni yuzligi bergan. Yuzligi shu joydagi 1 milliondek pul. Bundan keyin buning turlari muallafat qulubning turlari jiqimda. Masalan, shuni aytsak, shu islom nimasini mustahkam qilish uchun beradigan narsa. İman aciz kişiler olib qolsa bir emas. Yoki buniki musulmon bo'lib qolar dedigan bo'ldi. Yoki islomga ziyon yetkazmasin dedigan bo'ldi. Endi hozir muallafat qulubim. Mushu yo'q deyiladi bizda. Yoki mushu ixtiyorni yozgan chaqqa qadar yo'q demakchi. Hozir ham shu burunqi nim bo'yicha mazhabni tutmoqni yo'q deyish mumkin. Mazhab qarashini tutib. Şunu buradan getdi. Hozir xristianlar ta'liful qulubni shuni qilyapti. Yani şu pul bilan xristian qilmaydi, islomdan chiqaribdi. Ya xristian qismi shundaroq qo'l bo'ldi. Ham şu Afrika yoki Osiyada xristianlar necha milliard pul xarjlaydilar yili musulmonlar dindan chiqarish uchun. Fa innalloha taala a'azza al-islam wa aghna anhum. Endi hozir saroyatdan shu chog'da shu 7-asrman muallifning shu chaqqa qadar xulofoi rashidin undan islom xalifalari davomlashib islom podshohliklari davomlashayotgan chog'larda Alloh taolo islomni aziz qildi. Ularga bizning ehtiyojimiz yo'q. Endi bu yerda ehtiyojimiz yo'q degan bir nima bor. Ammo bu aşırı ehtiyoj bağlıqdan islomni kuchlantiramiz deb bildigan narsami yoki bu musulmon bo'lib do'zaxdan qutulib qolsin deb ashadan qutulish uchun bildigan narsa ma'no ayirishlar. Har ikki ehtimol bor. ومنعهم عمر رضي الله عنه في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقال لا نعطي الدنية في ديننا. Hazreti Abu Bakr xalif chog'da, Hazreti Umar vazirda, shunama mushavir va vazirda. Shu chog'da vali kelgan kishilarga siz bilmaysiz dedi. Degandikan, bu qo'bab Hazreti Abu Bakrdan qasirib, bu xalifa silmo, bu Umarmo. Siz qaranchiqmi bu yerda? Hozir Umar bilmaymiz deydi-ku. Degan Hazreti Abu Bakr birimiz deydi. Umar ya bilmaymiz degandikan, bular bu xalifa Hazrat Umarmi, silmo degandikan, agar xolisa shu Umar xalifa degan. Tashin gap hisob degan. La nu'ti ad-daniyata fi dinina. Biz dinimizda tuvan qilmaymiz. Din hozir aziz. Ulug'imda yalvag'anda pul berib, bizga unda bizning safimizda turib bergan degandek unda bir ehtiyojimiz yo'q bunga. Derke şeyun kana yu'tikum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'allufan lakum. Sizning aşı diyanatınız sus olğaçqa, lanışıp qalgan kişi olğaçqa Rasulullah sizni sal müstahkamrak tutsun, imandan tehlikeli etmesin deb berdi buni. Emmel yevme faqat a'azzallahu ad-din. Bugungi kunda yana shu Hazrat Abu Bakrning Hazrat Umarning xalifa chog'larida Alloh taolo dinni aziz qildi. Fa in tabattum alal islami va illa fa baynana va baynakum as-sayf. İslamiyatda sabotlik bilan tursanglar turinglar. Bo'lmasa bizning oramizdagi masalani shu qilich ishlab qiladi. Urushimiz siz bilan demoqchi. Nima uchun desanda Hazrat Umar shu ta'liful qulubdan maqsadni unda tushungan. Ta'liful qulubdan maqsad İslamiyat raus qad ko'tarib davlat kuchli bo'lmagan chog'da shuni ancha-muncha ashuni pul xajlab buni ziyonkashlikdan saqlanamiz yoki buni lanishib qolganini mustahkamroq qilamiz deb bunda nimaga sarf qildik. Endi hozir islom davlati kuchib ketdi, ba'msak bo'ldi deb bunlar. ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا. Hazrat Abu Bakr xalifa bo'lgan ekan, u ma'qul keldi, boshqa vazir uzra sahoba kiramlar ma'qul kelgan ekan, bu ijmodek bir narsa bo'lib ketdi. Shuni Hazrat shu Abu Bakrning zamonida tatib muallafati qulubning sami tushib ketdi, 8-i 7ga qoldi deb. Bu hamlar mazhabning qarashi. Lekin jumhur ulamolar ya qachon shunga ehtiyoj bo'lib qolsa, ta'liful qulub bor. Chunki musulmonlar kuchib ketdi-da, bu hozir qadar mazhab kuchib qolmas.
Hozir ajizlab ketdi. Shu ajizlab ketgan chog'da, ya'ni shu ma'noni tushunsak, bu ta'liful qulub islomni unda kuchlantirish uchun deb qolsak, islom ajizlab ketib qolsa ta'liful qulub bor. İslam küçük bir qaz ta'liful qulub yo'q. Manda mazmun shu. Hangi mazhabning tahlili bo'yicha shunda bo'lish kerak. İllat qaraymiz. Shu illat topilsa, hukmmi al-hukm yaduru ma'al illati wujudan wa adama handa bo'lish kerak. Lekin bular Hazrat Umarning zamonida shuni islom aziz bo'lgan ekan, to'xtab ketdi. Undan keyin musulmonlar ajizlab, mustadafin ahli Makkaga chiqib Madinada shunda ajizlar chiqib bo'lib qolsa, yana chiqib ketdi degandek bir qarashlar bo'layotgan. Ayet 8'inde mesela Ayşe sınavdan keyin Peygamberimiz zamanında radıyallahu anh'da yok kılandı. İşlense yok kılamaz. Azap varsa yani şuna herhalde gerçekten bundan nasip kıldığı bir ayetler oynayışkandık. Ya, illetiga qaraydi. Şu fiqhda bir qoida bor. Bir fe'ldan mushtaq bo'lgan bir so'zni ishlatib, bir hukmni isbotlasa, shu ish, fe'l, hukmning illati. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sariq degan mushtaq min as-sariqa. O'g'irlik qilish, qo'lni kesishning illati ekan. Zinodimi shunda? Hamda wal muallafatu qulubun min at-ta'lif. Allafa yu'allifudan kelib chiqqan. Bu ta'lif nima ekan? Illatgan deb tushun. Yani pul berishninki ta'lifga deymiz. Balki qachon shunda ta'lif qilish ehtiyoj bo'lib qolsa, ta'lif qilamiz. Va sahobalar shunda tushungan. Lekin birisini masalan islomni aziz qilish udan maqsad qilinmaydi. Shu kafirni yoki islomga lansib qolgan odamni qutuldirib, buni ahli jannatda bo'lishga bir tortishni maqsad qilindi deb qolsak, u davomli islomda kuchayib ketgandimi davomli bo'ldi. Ba'zi maliki ulamolar shundan o'tirib qo'ygan. Bu maqsad islomni aziz qilish emas. Shu odamning davlat raisi emas, qabilaning raisi, shunda cho'nglik bor yo cho'ng bir yozuvchi. Buni bilish bo'lmamdi. Kafir ketib musulmon dunyodan deyishdi iborat. Bundan keyin jumhurdinki bu chiqib ketmadi. Qachon ehtiyoj bo'lsa, jibari. Lekin ta'liful qulub buni hukumat qildigan ishmi? Yoki bir shaxs qildigan ishmi? Degan ulamolar tortishadi. Buni hukumat qildigan ish deganimda, yo'q agar hukumat qilmasa, shaxsiy qismi bo'ladi deb, masalan, bir san'atchi musulmon bo'lib turadi. Masalan, musulmon bo'lib, naqsha, bunni tashlaydan bu. Nima? Tashlagandan keyin bunun kirimlarini so'qib keldi. Bu naqsha etishni bildi shu, boshqa bilmaydi. Naqsh musiqa bo'lmaydi degandan keyin bu iqtisodiy jihatdan birontning altini qiynab qolgan. Yani burunqidek nimada bo'lmaydi. Umanki bu islomda mustahkam qildi desak, shunda iqtisod yordam qilib, yenib ketmaslik va islomiyatda ching turishga yordam qilsa, bo'lmasa hukumat bo'lsa, hukumat qildi. Ammo hukumat yo'q, shaxs qilsa bo'ladi desa, ba'zi ulamolar shaxs qilsin bo'ldi. Sen bir boy unga nimani apirib, dashinni apirib, mashinani apirib, nima qilsa bo'ldi deydi. Ta'lif shaxsning qo'ldimi bo'ldi. Mesela qo'l kesishni esa ocharchilik vaqtida qo'lni kesmagan. Shunga o'xshashlar. Bu shariatni tushunganlikdan Hazrat Umar va sahobalarning u bundan zohiriy yoki uni cho'nqirlab o'ylamaylar bundan ijro qilgan ahvol emas. Rasmiy cho'nqirlab tushunib, bundan maqsad nima? Ma'ni bilganlikdan qilgan ish. Yani racih qarash bu ta'lif üzülüp qolmadi, hozirim bor. Bundan keyin yangi musulmonlarga, mesela Afrikada xristianlar tartib ketayotgan nurg'un namarat musulmonlar shularga xaysak bo'ldi, shu doktorxona sirpasak bo'ldi, maktab sirpasak bo'ldi, ba'zi davlatlarga bersak bo'ldi masalan. Ta'lif hozir masalan bir davlat. Qanda masalan Qirg'izistondagi bir davlatga 100 millionni bersa, musulmonlar azadrak dedim qilgan. Yoki O'zbekistondagi bir davlatga 1 millionni berib, musulmonlar boshqa xizmat desa, pul, mal, ashundan siyosat nima qildi bular? Oyda 1 million berib, yoki ashundan nimadan bizna cho'ng metro qurilishi deymiz, yoki biz suv to'simiz deymiz, oydan sapirib qilsa, bu gapini anglaydigan gap. Mumu ta'lif lil hukumat, burun qabila o'rnida.
Viqayatan min sharrihi degan munba. Zengeshlikdan saqlangan nima buyurdi. Ba'zi yazg'uchilar bo'lsin ki islomni oshaqarilgan, ulumoni haqoratlab shunda mesela mazdaqının işki degandek yazg'ilib burun. Masalan, endi islomni haqoratlgan bor. Shunga 1 million biri sen qancha yazsan yazg'in. Tuma musulmonlarga, ulamolarga, Qur'onga haqorat qilgan buni qilma desa, bu tanlaydi. Zakat 8ning birisi shu zakat. Hozir zakatni nima qiladigan masala. Zakatni birimiz degan gap shu. Zakatning 8 masrafining birisi. Yani bu mazhab amaldan qoldi deb biz amaldan qolmadi. Hozir taxama ehtiyoj zo'r bo'lishi mumkin. Qala al-faqir. Ash oyatda birinchi o'lab tilg'arni al-fuqara. Nima? Innamas sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Wa huwa alladhi lahu adna shay'in. Ya bu az bir narsa bor kishi. Lekin yetmaydi. Turmushda qiyinchilik bor. Val miskinu alladhi la shay'a lahu. Miskin degan hech nimasi yo'q. Wa rawa Abu Yusuf rahimahullah an Abi Hanifa rahimahullah al-faqiru alladhi la yasal. Yani bir qarashda bunda ayiribdi. İmam Abu Hanifa faqir degan tilmaydigan, so'maydigan kishi. Val miskinu alladhi yasal. Miskin degan so'raydigan, tilaydigan kishi. Yani o'zini sal farq qilib, bechora sifatida kishilardan so'raydigan kishi debdi. وروى الحسن عن أبي حنيفة عكس ذلك. إمام أبو حنيفة شاگرد حسن إمام أبو يوسف روايت qilgandan boshqacha, yani aksicha rivoyat qildi. Yani bu faqir degan shu tilaydigani shu, miskin degan tilmaydigani shu. Aw miskinan da matraba. Yani bu qandaydan faqir deymiz, qandaydan miskin deymiz. Bu ikkisini o'tirib farq deb ayirishda ulmolarning bahsini qilib talashtash qilib bir qismi ya faqir bakrak ehtiyoji bor, miskin sal undan to'g'riroq desa, ba'zi aksicha deydi. Masalan, Abu Hanifaning aksizalik deganda oyatdan dalil kelsa, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Farqi va kimisi va miskinlar yurgan bu biznes badamni miskin dedi. Faqir bo'lsa hech nimasi yo'q deyish mumkin. Masalan, lekin bu oyat shuna qarasak, lil fuqaro'i va masakin birinchi faqirni qo'ydimi? Qo'ygan lekin bu faqir eng bisharasi degan bu. Shuna ba'zi masalan tilmaydigini desa faqir deyish mumkin. Tilaydigan masalan bir narsalar salamda yuzi qilib qilib tilab nuqlagan va uni haqli biladi. Falana bu bishara ekan, buni yordam qiladi. Lekin birsan qaytirib men qizinib qoldim demay, uyda intan qizinib ketgan va al-muta'affif alladina la yas'aluna an-nasa ilhafa. Shama ayatda al-qani' wal-mu'tarid. Shunda ba'zi xalqning oldin to'sab munosabatlaydigan va ba'zilar Allah sonu şu uyda oturup qizinib qoldi Alloh deb. İkisini ayrışda ajında tahlilini qilib ketdi. لأن الفقير بالمسألة يظهر افتقاره وحاجته. Çünkü faqir adam bo'lsa bu bir narsa tilash orqali uning muhtojligi va namratligi ma'lum bo'ladi. Val miskinu bihi zamanatun. Miskin degan buni bir kesal masalan, o'rnidan qo'polmay yotadigan ya ko'chib chiqmaydigan, ashunda bir kasallik yoki ashunda bir ahvoli bor deydi. La yasal. Shunga bu chiqib so'ramaydi. Fal hasilu anna al miskina aswa hala min al faqir. Endi xulosa qilsak, miskin bakrak bishara chiqishi mumkin faqirdan. Va foidatul xilaf an mushtalash ta'sisning bir mevasi bormi desa, buni jiqmaysi yo'q. Lekin ba'zi bir ahvollarda buni mevasi chiqib qoldi. Masalan, tazharu fil awqaf alayhim. Masalan, bir boy men shu binoni faqirlarga vaqt qilyaptim deb hujjat qilgan bo'lsa, shu faqirlar foydalanishmi? Miskinlar foydalanmaydi. Yoki aksicha desakmi to'g'ri? Buni chiqadi. Val wasaya lahum. Shuni vasiyat qilgan, men o'lib ketib qolsam, menimning 3dan birini miskinlarga sarf qilinglar deb qolsa, shu miskinlik bilan sarf qildi. Faqir boshqacha desak, faqir bundan kirmaydi. Buni foydalanmaydi. Mushunda shunda farq chiqdi. Bo'lmasa zakatning ustida asosan ikkisi berdi. Lekin zakatmi agar endi ayirib qolsak,
bu avliyat jihatdan farq bo'lishi mumkin. Mesela hazır onun köy var. Zekatını vermek için ama oldimizda bir fakir var, bir miskin var. Biz fakir bakrak ihtiyacı var deb qarasak va oyatda shuni birinchi yo'lga keldi bu. Kimga beramiz? Ikkisidan birisini tanlash kerak bo'lib qolsa, fakirga beramiz chunki bu eng ehtiyojli. Avliyat jihatdan farq bo'lishi mumkin. Bo'lmasa ikkisi bir turga o'xshashlar. قال والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله زكاة كادرlar yoki zakat idorasida ishlaydiganlar bu o'zining ishiga qarab turmushiga kerak narsa berildi deydi. Ya'ni bu amil ala sadaqa degan shu chog'da masalan bir odamni mas'ul qilib qo'ygan bo'lishi mumkin Rasululloh. Bir qavmga bir odamni yoki butun shu zakat ishlarga Hazrat Umarni mas'ul qilgan desak bir odamni qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin hozir ham bu amil ala sadaqa amil emas ummal. Bir davlat bo'lib qolsa buningki bir cho'ng idora, bu idorada necha tarmoq bo'lim, necha bo'lim boshliqlar, necha buxgalter, necha hisobotchi, necha chaparmon bunda odam. Ma yasa'uhu va a'wanahu o'ziga va uning yordamchilariga yetarlik zakat berildi. Zada ala thumuni aw naqasa. Thumundan saman deb qo'yibman. Thumun. Chunki bu yerda zakatni 8 bo'lgan shunama 8 parcha bo'lgan. Zakat berilgan o'rinni 8 turli qilgan. Butun zakat to'plagandan keyin 8 million zakat to'plandi desak 1 milliondan amilin alayhaning maashi qolgan 7 turlikka sarf qilamiz demdi desa, yo'q bu mana shu turmushga yetarli xarajatni beramiz. 8 dan biri shuni yetsa yetdi, yetmasa uni 8 dan biridan boshqa ulushlardan olmay uni maoshiga biz boshqa davlatningki xazinasidan beramiz. أو نقص لأنه فرغ نفسه للعمل للفقراء çünkü o özüne fakirler için hizmet kılışta toluk vaktini çıkargan feyekunu kifayetuhu fi malihim bundan onunki yeterlik xiraceti şu kembağallarının mal mülki buldu kel muqatilati vel qadi xuddi jangchilar askarlardek ve qazi uza mudarris mushuldek şunun kedin berildi. Ve leyse zalika bi icaratin. Bu icare emas taptı. Bi icare emas işte li'annahu amalun gayru malun. Çünkü bu şu çağın özüde, şu çağdaki adli ilmide bunu mançilik vaqt ketadigan, mançilik vaqt qilib bo'ladigan işte bunun mölçerlik olmaydı deydi. Lekin hozir şu oylik maosh berib şu ishxonada o'tirib şu ishni qiladi. Bundan keyin bu burunqi mushqarashga asosan laysa bi ijara desak, nima bo'lmoqchi? Ya mush ishni qilib turdi, mush ishning muqobiliga shu yiqqan puldan mushning turmushni qamdag'idek bir narsani berib turmiz deydi. Shunday qilib. Bundan keyin bu nimani ko'rsatadi? Shu amil ala sadaqa bay o'simi, zakat halol degan. Chunki bu bir xizmat qilayotgan odamdek, ishlayotgan odamdek. Ama ben bekardan uqtirmaya vaqtim bor deb qasmaydi. Lekin ishlasa, bu bayram bo'lsa-mu, zakatning maoshini beramiz. Ijara emas dedim ya. Ijara emas dedim, bo'lmasa ijara emas, aslında yetarli bir xarajatni qamdashda iborat deb bunda. Endi ijara deb qolsa, ashunning o'z vaqtidagi ahvol qarta bu noma'lum bir ishga adam yo'llagandek bo'lib. Qildigan ish manchilik ishlab belgilab bo'lmaydi. Chunki bu zakatni yig'ib, taqib, bunda qilishga qancha vaqt ketdi-ku, bir odam bo'lmasdan, u mo'lchallab bo'lmaydi demak. Lekin hozircha zakat idorasi ish kadrini o'taqizib, shunga maoshni berib qo'yadi. Va tahillu lil ghaniy dun al hashimi. Baykshasi bo'ladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuqqanlari avlodlari az bo'lmaydi. Lima fiha min shubhatil vasakh. Chunki bu musulmonning kiri. Lekin bu la tahillu lana sadaqa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam anda bekitgan bo'lg'achqa Bani Hashimdan bo'lgan kishi men maosh olmay shuni xolis qilib qo'yay desa mayli. Ammo zakatdan bermaymiz. Yoki davlat asli qilsa, lekin zakatdan bermaysiz maoshni. Mana boshqa xazindan beray desa mayli.
Yani bu Bani Hashim boshqalarga zakotni masalan beradigan bo'lib, nima Bani Hashimga hech nima tegmaydiganmi? Xumusul xums, 5dan birining 5dan biri deymiz. Ulug' sap başında kirim ba. Vel Hashimiyyu awla bil karamati ve tanazzuhi anil wasakhi. Bunda pulning kiridan o'zini pok tutishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodlari eng loyiq. İzzetlashga mo eng loyiq. Bundan keyin bulga g'animatning xumusul xums, 5dan birining 5dan biri. Hashimiy yigit Bani Hashimni ko'rsatdi, Bani Abdulmuttalibni ko'rsatdi. Bani Hashimni ko'rsatdi. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki Hazreti Fatimadan bo'lgan bolalarni ko'rsatdi. Abbasning avlodi bu. Shuni chirikdi. Chunki Bani Hashim bo'lsa, shu Bani Abdulmuttalibni hammani o'z ichiga oladi. Yani bu Abbas'ınki mesela Abdülmuttalib'nin baları. Ama yani bu Ali, Abbas, Abdullah bulan mesela 10 balı desek bu Abdülmuttalib'nin baları olan iken. Yani Haşim da nesep Haşim'i tutuşudu o. Haşim'nin şuna lan töndükini arasak şöyle mi sirkti? Haşim'nin avları. Fala yuqasu aleyhil gani. Bundan iken bu Banu Hashimga durust olmaydi degan gap bular shunda qo'lning kiri, pulning kiridan buni haq tutish va izzatlash sababidan bo'lg'achqa Banu Hashim chiqaryapti. Lekin g'ani olsa, g'ani yaxshi bo'ldi buni. Banu Hashimga buni qiyos qilib bo'lmaydi. Walau halakatiz zakatu fi yadil amili saqata ajruhu. Ay zakatni to'pladi. To'plagandan keyin zakat shundan ham yo'qolib ketdi. Shu kadrning qo'lida turib, shunama. Undan keyin u bir narsa ololmaydi deydi. Uni ajr dedi, tajovuzan degan bo'lishi mumkin. Bir narsa ololmaydi. Lianna haqqahu fima akhadha, chunki uning haqqi olgan narsadikda. U olgan narsa yo'qolib ketgandan keyin uning haqqi yo'qolib ketdi. Çünkü adiram davlat xazinasidan maoshini basi bo'ldi. Va ajzat yoki va ajzat desak bo'ldi. وأجزأت من أخذ منه. Lekin zakatni bergan kishilarning gardinidan zakat saqit bo'ladi. Bu zakat odat bo'lgan bilan o'xshash. Jara tegmagan bo'lsin. لأنه نائب عن الإمام والفقراء. Chunki u ashu zakatchi kadr davlat raisi va faqirlarga vakil yoki shuningki o'rinbosardek bo'ldi. Shuni qo'lga tegib bo'lgandek bilan bir ish. قال ومنقطع الغزاة والحاج وأن في سبيل الله ديان مصرفنك إزاته وهم المراد بقوله وفي سبيل الله. منقطع الغزاة ديان نودي بارات yolda qatnagan, jihad chiqqan. Lekin jihad chiqib qo'shina yetishmay bir yerda qolib qoldi. Ya qaytanmay bir yo'lda uzilib qoldi. Val haj degan hajga berib ya qaytishda yolda qolgan kishilar. Mushu fi sabilillah mush maqsad debdi. Va qala Abu Yusuf rahimahulloh hum fuqara al-ghuza la ghayr. Abu Yusuf mujahidlarning nimratlari va hajili buni kirmaydi demoqchi. Li'annahu al-mafhumu 'inda itlaq hada al-lafz. Chunki fi sabilillah deb qasa fi sabilillah degan so'zningki ikki ma'nosi bor. Bir umum ma'nosi, umum ma'no fi sabilillahga hamma yaxshilik kirkitdi. وَالْإِذْرِ قُبَا وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ nurg'un oyatda shunday keldi. Endi xas ma'nosi qurolliq jihadni ko'rsatdi. Abu Yusuf shuni demoqchi. Va li Muhammadin rahimahulloh anna rajulan ja'ala ba'iran lahu fi sabilillah. Bir tugisni men mushtiganni Alloh yo'liga otvatdim debdi. Fa amarahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an yahmila alayhi al-haj. O kishini undan sen hacını toşiraymış onda da buyurdu. Ondan keyin o'sha yo'lda minib bulanmay qolgan hacını to'shishlarga ishlasak bo'ldi deb tushunibdi. Fi sabilillah degan bo'g'ashqa. Undan keyin Imom Muhammad yerim yo'lda qolgan hacını yerim yo'lda qolgan mujohidlarga o'xshash deb qarabdi. ولأنه في سبيل الله تعالى لما فيه من امتثال أوامره وطاعته ومجاهدة النفس التي هي عدو الله تعالى. Çünkü hecm Allah Teala itaat qilish, emir farmonlarni ijro qilish va shayton va nafsiga qarshi bir mujahada qilishdan iborat bo'lg'achqa bu bir xil jihad. Ayollarning jihadi haj deb bag'o, ya'ni shunga yaqin bir
Nasıl yani bu haj qilgan kishi mi yakın kadar adrim şunda şu cennet şunda alqını apayıp durup qiladi. Yoki japa qiyinchiliklar şu cihatning qiyinchiliklariga o'xshaydi. Ana shu masalada Hanifi mazhabida boshqa qarashlar bor. Fi sabilillah esa talibul ilmni shu fi sabilillah deb qaraymiz deydi Alloh. Talibul ilmni fi sabilillah degandek tushundigan. Fatvoda Hanifi mazhab fatvoda shunda. Yana Imom Kasani bu bütün yaxshiliklar, xayr saxovat hamma yaxshi ishlarni o'zgartirib, doktorxona salash, ko'rga sash, madras qurish deymiz, hammaga umum deb tushungan. Shafiy mazhabi bilan Hanbali mazhab bular davlatning rasmiy maoshliq mujohidlari, jangchilar emas, lekin o'zligidan fidokor bo'lib jangga qatnashgan mujohidlar. Bularga sarf qilsak bo'ldi. Yo'lda qolgan emas, joyi bir po'g'im bo'lsin yoki yenidan otlanmoqchi bo'lsin, shunga basik bo'ldi deb qaragan. Undan keyin burada jihad va mujohidlarga haydashda ittifoq. Yani bu yakın zaman ulamalarda mesela Raşid Rıda, Şeyh Şaltut, hazır mı yaşavatkan bazı ulamalar bu da fi sabilillah diyenini biz umum manası düşünmez. Bunun da cihat maksat desek mi makul? Fi sabilillah cihat diyen sözü khas desek mi? Bu cihatını biz umum manası düşünmez. Cihat bil kalam, akhbara sahası cihat kılış, teşviqat sahası cihat kılış, maktab qurish, yetib ulamolarni yetishtirish, da'vatchilarni yetishtirish degandek hamma umum mazmunga olib tushundilar. Shunda qarashim bor. Ya'ni o'sha haj fi sabilillah bo'lg'achqa qo'l iqtisod yo'q, g'ajib boray deganimga shunga basam bo'ldi degan qarashim. Ham shu munqatal haj, munqatal sabil deganni tushunishda bu yerim yo'lda qolgan kishimi yoki yenidan safarga otlanay desa otlanmay qolgan kishimi? Bunda tabii asal ulamalar siz degandek endi deb qolgan. Lekin bu marjuh qarash. Rajih shu fi sabilillah degan shu yo'ldagi kishini ko'z. Ba'zi diyorlarda shu jihad bima'na shamil deb qarab islom tashviqoti, musulmonning barlig'ini kuchaytirish, yo'qlab ketmaslikka tirishish doirasiga kiradiganlar hammaga fi sabilillah deymiz. Diniy kitob nashr qilish deymiz, o'qiydiganlarga o'qish deymiz, ustozlarga berish deymiz. Masjidlar masalan shu atrof masjid yo'q bo'lgan bo'lsa, xalqlarning yandan chiqilmas saman bo'lsa, zakatdan chiqarib fi sabilillah dars tushirib sasak bo'ldi degan olimlar bor. Lekin bu hamda fi sabilillah degan mazmunni, ya jihad degan mazmunni sal kengaytirib tushunganlar. Maddi ve manevi cihat dairesi kirdi de düşüngeler. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.